Mana ko'pchilik yig'lab xafa bo'ladi-da, sevganimga erisha olmadim, sevganimga tegmadim yoki sevganimga uylana olmadim deydi-da. Boshlash, hammasini zo'r o'xshatish, to'g'riroq qilib aytganda artistlik qilib, aktyorlik qilish, chiroyli munosabatda bo'lish hammani qo'ldan keladi-da. Lekin oxirigacha yetkazish, prosta bu degani bilasizmi? Prosta uylanish yoki erga tegish emas. O'sha uylangandan keyin ham, erga tekkandan keyin ham hayotini chiroyli olib borish, baxtli qilish. U hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Mana ko'pchilik bor, ota-onam majburlab uylantirdi, ota-onam majburlab erga berdi meni deydi. O'sha ota-onangiz tanlagan inson bilan siz 100 baxtli bo'lasiz. O'zingiz tanlab tegib yoki o'zingiz tanlab uylanib baxtsiz bo'lib ajrashganingizdan ko'ra, ota-onangiz mana shu bilan, chunki ota-ona biladi. Ota-onangiz sizga ravo ko'rgan inson bilan siz 100% baxtli bo'lasiz. Endi boshqa tomonni o'ylab qaraydigan bo'lsak, o'sha inson bilan birga bo'lishingizni Alloh ham xohlamaganda. Agar Alloh xohlaganida bir zumda bo'ladigan narsa u birga bo'lishingiz. Bu narsani Alloh xohlamagan. Значит, u inson sizni baxtingiz emas.